Bahodir bola va yalmog'iz kampir. Qadim zamonda uzoq bir qishloqda Bahodir ismli yigitcha yashar edi. U boy bo'lmasa-da, mehribon, yaxshi fe'l-atvorga ega edi. Bahodir ota-onasi bilan dala ishlarida yordam berar. Har kuni yangi kunni yaxshilik bilan qarshi olar va o'qishni xush ko'rar edi. Kunlarning birida Bahodir bog'dan uzoq bo'lgan soyaga yaqin joyda o'ynab yurardi. Ko'zga ham ko'rinmas tog'larning etagida yong'oqlar sochilib yotar edi. Bahodir ularni terdi. Ayniqsa, katta deb topganini qalbiga yaqin qo'ydi. Shu payt yer ostidan past ovoz keldi. Bahodir, Bahodirovich, yong'oqning boshini qachon yaxshi ko'rib qolasan? Bahodir kuzata boshladi, lekin hech narsani ko'rmadi. Ajablanib, yong'oqni kuzatishda davom etdi. Shu orada ovoz yana eshitildi. Bahodir, Bahodirovich, yong'oqlarning boshida zotlari yotadi. Ularni ko'rish niyatingda negadir adashdim. Bahodir biroz qo'rqib, "Kim bu?" deya so'radi. Zamonaviy ekanini unutib, faqat "Men bu yerlarning yalmog'izi, ammo do'st bo'laman" degandek javob eshitdi. "Men sendan xavf his etmasam kerak", deb to'lash qilar edi ovoz. Bahodir uyiga qaytdi. Ertalab tez fursatlar cho'kmasdan boshqa ertaklarni o'ylab, yalmog'izning qanday shaxs ekanligini bilishga qiziqib qoldi. Ertasi kuni yana bir bor u soyaga bordi. O'sha ovozni yana eshitib, xavfsiz gaplashar edi. Bahodir, Bahodirovich, nima maqsadda kelgan eding? Yalmog'iz ovozi muloyimlik bilan so'radi. Bahodir javob berdi. Men sening qanday shaxs ekanligingni bilmoqchiman. Yalmog'iz kampir Bahodirga o'zining asl niyatini aytdi. Men bolalarga yomonlik qilmoqchi emasman. Faqat bir vaqtlar men ham yosh qiz edim va boshqalarga yordam bera oladigan o'yinlardan zavq olardim. Bahodir diqqat bilan eshitganidan keyin yalmog'izning taklifiga rozi bo'ldi. U bilan muloqot qilish, sirli olamni bilish va ularning sirini ochishda yordamlashish. Bahodir har kuni keldi va yalmog'izning hikoyalarini tingladi. Bular ko'plab sarguzashtlar, sehrli diyorlar va turli xil tajribalarni o'z ichiga olar edi. Yigitcha juda ko'p narsani o'rganar va yalmog'izning o'zi kabi mehribon shaxsiyatga ega ekanligini bilib oldi. Vaqt o'tishi bilan Bahodirning ota-onasi uni qishloq do'stlarini tark etib, yalmog'izga shunchaki qiziqish bilan yondashayotgani haqida xavotir ola boshladilar. Bahodir ham ular bilan bo'lish va vaqt bilan yalmog'izning oldiga borishga qaror qildi. Kunlarning birida Bahodir yana yalmog'izning oldiga keldi. Bu safar yalmog'iz xafa bo'lib, derazadan tashqariga qarab o'tirardi. "Nima bo'ldi?" deya Bahodir so'radi. "Orzumning yuzaga kelishi qiyin. Mening ovozim, xayollarim faqat sening yoshingdagilarga eshitilishi mumkin. Boshqa hech kim ularni tinglamaydi", dedi yalmog'iz ko'z yoshlari bilan. Buni eshitgan Bahodir uni yig'latishni istamadi. "Birgalikda bu muammoni yechamiz", deya ko'nglini ko'tardi. Shu kundayoq Bahodir yalmog'izga o'z do'stlari bilan yangi rejalar o'ylab topishni taklif etdi. So'ng ba'zi o'yinlar
Ularning do'stligi qanchalik bog'liq bo'ldi? Bahodirning qishloqdagi vaqtini qat'iyatli loyihalarda o'tkazish ehtimoli tug'ildi. Yalmog'izning ijodiy sirlari va o'yinlarini qishloqdagi barcha yosh o'rtoqlar bilan bo'lishar edilar. Ularning hammasi Yalmog'iz haqidagi ajoyib hikoyalar va yangiliklarni bilib, ko'z ochib yumguncha hayotlariga yaxshi yangilik olib kirishdi. Yillar o'tib Bahodir katta bo'lib yiguruv mashinasini kashf qildi. Endi Yalmog'iz yillar davomida yo'q bo'lib ketgan yotoqlari qadrlangan kimsalar uchun muhim, qimmatli do'stga aylandi. Bahodir va Yalmog'iz hayotning murakkabliklarini birga yengib, mehr-muhabbat, o'zaro tushunchaga asoslangan do'stlik ezdaliklarini hosil qilishdi. Ular hech qachon bir-birlarini unutmadilar.